Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda endilikda bunday mashinalarga gaz quyish taqiqlanadi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. 1-sentyabrdan O'zbekistonda hujjatsiz avtomobillarga gaz quyish taqiqlanadi. Hukumat qaroriga ko'ra endilikda tegishli hujjatlari texnik ko'rikdan o'tganligi haqidagi ma'lumotnomalari bo'lmagan, shuningdek eskirgan yoki sinovdan o'tmagan gaz ballonlari o'rnatilgan avtomobillarga gaz quyish taqiqlanadi. Gaz quyish shoxobchalarida buning uchun aqlli kameralar o'rnatildi. Ular avtomobillarni yagona avtomatlashtirilgan baza orqali darhol tekshiruvdan o'tkazadi. Agar avtomobil qora ro'yxatda bo'lsa, tizim gaz quyish jarayonini avtomat tarzda bloklaydi. Yaqinlarga ushbu xabarni tezda yuborib ogohlantirib qo'ying. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni doimo birinchilardan kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.